Vaqtni nabab ishlatish. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullohi va barakatuh. Tövəndə dehqonlarga Şeyx Salih Al-Fawzan hafizahullohning yoshlar duch kelgan masala va uning islomdagi choralari risolasidan 3-bab vaqtni nabab ishlatish temasini o'qiymiz inshaalloh. Bismillahirrahmanirrahim. Vaqtni nabab ishlatish. Ba'zi kishilar hech qanday qimmati va foydasi bo'lmagan ishlarga vaqt zoya qiladi. Ular ko'pincha Allohda manfaatsiz ishlar to'g'risida gap qilishdan boshqa ish topolmaydi. Bu kishining axloqiga ziyonliqdir. Shundaqla tamoman vaqt isrofchiligidir. Tövendikiler shularning ba'zi misollaridir. Birinchi, o'yin tomoshaga vaqt zoya qilish. Yoshlar quramiga yetganlar, hatto yashanganlar orasidami bo'sh vaqtlarni o'yinlarga va harom ko'ngil ichishlarga sarf qilish ahvollari ko'rilmoqda. Siz ularning kech-kunduz mushkil o'yin tomoshalarga g'arq bo'lganligini ko'rasiz. Hatta ularning ba'zilari xizmat vaqtidami qiyg'idek ish topolmay, vaqt o'tkazish uchunla yonfon va boshqa o'yin asboblarda o'yin o'ynaydi. Ular buni nervisini orom oldirish uchun qiladiganligini da'vo qilishidi. Siz ularning xudini yo'qotgan holda lag'aylab, qoqoqlab kulib, o'ziga qilch foydasi yo'q ishlar bilan hapilishib yurganligini bayqaysiz. Ular ana ashunda qilaverib, nurg'un vaqtdan mahrum qoladi. Shunisi shaksizki, bu ya'ni qiyomatda hisob elinadigan qimmatli vaqtni zoya qilayotganlikdir. Gahida ular bu ishlarni qilishiga o'zlarining bu orqali boshqalarning g'aybatini qilib qo'yishdan yoki tuhmat qilishdan saqlanmoqchi ekanligini bahona qilishib ko'rsatishdi. Biz ularga deymizki, sizlar ham rost aytdinglar, ham yolg'on so'zladinglar. Acaba sizlar foydasi yo'q, ziyni bor ishlardan sirt vaqtinglarni sarf qilgudek boshqa ish topa olmadinglarmi? Sizlar qimmatlik vaqtni zoya qilyaptinglar va shuning bilan bir vaqtda o'yin tomoshaga va behuda ishlarga berilib ketdinglar. Alloh subhanahu va taolo behuda ishlar bilan mashg'ul bo'lganlar haqida shundoq degan. Tarjimasi: ba'zi kishilar bilimsizlikdan kishilarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun behuda gaplarni setib oladi. Sura Luqman 6-oyat. Ularning, ya'ni yuqorida tanqidlanganlarning behuda so'zlar bilan mashg'ul bo'lganligi shaksiz. Chunki kishining diqqatini yaxshilikdan burib etadigan har qanday narsa behuda so'z doirasiga kiradi. Tövəndəki ayətdə Allah subhanahu wa ta'ala behuda söz və işlərdən saqlanğıçılarını maqtığan. Tərcümesi: ular, yəni nicatlıqqa erişkiçi müminlər behuda söz, behuda işdən yiraq bolğuçulardır. Sura Müminun 3-ayət. Allah subhanahu wa ta'ala şundaq degan. Tərcümesi: ular behuda sözlərini anlaganda onundan yüz örüp, yani kulak salmay, bizning amellerimiz özümüz üçün, sizlerning amellerinlarmı özünler üçün, sizlerge amallık bolsun, biz nadanlardan dostluk dilemeymiz, deydi. Sura Qasas 55-ayet. Ayet ki, el-lagva, behuda söz ve iş, batıl sözlerini ve qaqaqlab kulishni ko'rsatdi. Kishilarning bu hayotni o'yin tomosha manzili sifatida ko'rib olishi bu dunyodagi eng cho'ng xatoliklardan biridir. Allah subhanahu va taolo do'zax ahli haqida shundoq degan. Tercümesi:
ular dinlerini oyun tamasha qilib oldi. Sura A'raf 51-oyat. Allah subhanahu va taala yana shunday degan. Tarjimasi: Dünya terikçiliki faqat oyun, kulka va g'aflatdan iboratdir. Sura Ankabut 64-oyat. Vaqtni qarta va qimor bilan o'tkazayotganlar mushxil ayiblanadigan oyun tomosha va g'aflatga mubtala bo'lganlardan emasmi? Allah subhanahu va taala qimorni harom qilib shunday degan. Tarjimasi: Ey mu'minlar, aroq ichish, qimor o'ynash, butla, ya'ni cho'qinish uchun tiklangan toshlarga cho'qinish, pal o'qlari bilan pal silish shaytonning ishi, paskini qiliqlardir. Baxtga erishishinglar uchun shaytonning ishidan yiroq bo'linglar. Sura Maida 90-oyat. Agar bir o'yin pul uchun o'ynalsa, undaqda bu mazkur oyatda cheklangan qimorning doirasiga kirdi. Agar u o'yin pul uchun o'ynalmasa, undaqda u Allah ayıplagan behuda ish qatoriga kirdi. Shundaqla u Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ba'zi hadislarda cheklangan botil o'yinlar qatoriga kirishi mumkin. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday degan. Tarjimasi: Kim shishshihal o'ynasa, xuddi qo'lini to'ngizning go'shi va qiyniga milgandek bo'ladi. Sahihul Muslim 2260-hadis. Darvaqa bundaq behuda o'yinlarda kishiga hech qanday foyda yo'q. Aksicha bundaq o'yinlar hisob ilinadigan qimmatli vaqtni zoya qilib o'tadiganligi uchun ziyonlidir. Ikkinchi, g'aybat va tuhmat orqali vaqt zoya qilish. Har qaysi joylardagi nurg'un kishilar Allah subhanahu va taolaga itoat qilishning o'rniga bir yerga jug'lishib gunoh o'tkazishidir. Biz nurg'un kishilarning ko'ch-ko'ylarga to'plashib olganligini ko'ramiz va shundoq deb so'raymiz. Bu kishilar nimishqa bir yerga to'plashib oldi? Ular Allohni zikr qilish va ulug'lash uchun to'plashganmi? Ular Qur'on o'qish va o'zaro nasihat qilish uchun to'plashganmi? Ular Allohning mahluqotlari to'g'risida tafakkur qilish uchun to'plashganmi? Yo'q. Aksicha ular bir yerga to'plashib yomon so'zlarni qilishdi. Ular shu so'ringa daxil bo'lganlarning yomon gapini qilishdi hamda ularning so'zlari eng kamida g'aybat va tuhmat hisoblandi. Shunisi shaksizki, bu ya'ni g'aybat shikoyat bugungi so'rinlarda to'limi umumlashib ketdi. Kishilar bir yerga to'plashib o'z qarindishining yomon gapini qilib, Allah subhanahu va taala tuvandagi so'zida cheklagan g'aybat va tuhmat gunohlarini sodir qiladi. Tarjimasi: Bir-biringlarning g'aybatini qilmanglar. Sizlardan biringlar o'lgan qarindishining go'shini yeyishni yoqtiramdi? Uni yoqtirmaysizlar. Allohdan qo'rqinglar. Allah tavba qilg'uvchilarning qilgan tavbasini bakmi qabul qilg'uchidir. Ularga eng mehribondir. Sura Hujurat 12-oyat. Allah subhanahu va taala kishining musulmon qarindishining yomon gapini qilishini shu kishi o'lgandan keyin uning go'shini yeyishga o'xshatgan. Bu darvaqa favqulodda qabih qilmishdir. G'ayvatning cheklanganligiga aloqador dalillar intoyin ko'p. Shu vajidan biz musulmonlarni ilm va amal jihatda manfaatlik qilishga va shu orqali
gunohga emas, savobga nail bo'lishga. Shundaqla boshqalarning yomon gapini qilishdan xushallik topadigan, o'zlarining da'vosidagidek buni ko'ngil ichish, zerikishdan qutulish vositasi qilib olgan kishilar bilan so'rindosh bo'lmaslikka undaymiz. Bundaq kishilarning rostla bo'sh vaqti bor bo'lsa, uni manfaatli ishlarga sarf qilish kerak. Agar ular cho'qim boshqalarning gapini qilmasa bo'lmaydigan bo'lsa, undaqda ular shu so'rinda hozir bo'lganlarning gapini qilib, shularga o'zining aybini ko'rsatib berish kerak. Balkim buning foydasi bo'lishi. Ular shu so'rinda bo'lmagan har qanday musulmonga aziyat beradigan ishga vaqt sarf qilmasligi mumkin. 3. Naqshi muzika anglash orqali vaqt zoya qilish. Qoida kishilar g'aybat shikoyat bo'lmagan so'rinlarni tuzishidi-yu, lekin ularning so'rini yanala ziyonli ishlardan xoli bo'lmaydi. Ashxil ziyonli ishlardan biri naqshi muzika anglashdir. Ejinarligi shuki, naqshi muzikalarni anglash nurg'un kishilarning vaqt o'tkazish vositasi bo'lib qoldi va ularning nurg'un vaqtini egallab, ularni o'zlarining ulug' Allohga qulchilik qilishdan iborat yaratilish g'oyasidan yiroqlashtirdi. Ular naqshi muzikani o'rniga boshqa narsani dastlabki bo'lmaydigan ko'ngil ichish vositasi qilib olishdi. Bu muzikaning haromligi to'g'risida to'xtaladigan o'rin emas, lekin biz shundaq deymizki, vaqtini muzika anglash bilan o'tkazayotgan kishilar hayotini halokatga va pushaymonga sabab bo'ladigan ishlar bilan zoya qilib o'tgan bo'ladi. Ular cho'qim o'zlarining bu qilmishiga tavba qilishi va o'zlarining bu ishdan hisobga tortilganligini tonib yetish kerak. Izohat. Chunki risolaning 5-da qayd qilingandek, shayx bu yerda nuqtali holda vaqtni zoya qilmaslik to'g'risida to'xtalmoqda. Izohat tugdi. Bu bir tarafdan qimmatlik vaqtni zoya qilganlik bo'lsa, yana bir tarafdan naqsha muzika tingshig'ichiga qalbini o'ldirish, nifoqqa mubtala qilish qatorliq to'limi ziyonli ta'sirlarni ko'rsatadi. Shak shubhisizki, naqshi muzikalarni anglash kishining razil ishlarni yaxshi ko'rishiga va yaxshilikqa bo'lgan muhabbatining suslab ketishiga sabab bo'ladi. Siz bundaq naqshlarni anglaydigan kishilarning havoyi havasini qondirishga talpinilganligini, huzur halovat aysh ishratga berilib ketadiganligini bayqaysiz. Uning nachar ta'sirlaridan yana biri shuki, u kishini gunohga, jumladan aroq ichishga, zina qilishga, shahvoniy narsalarni ko'rishga va boshqa qabih ishlarni qilishga undaydi. Shu vajidan biz bu yerda musulmonlarga o'z dinini va vaqtini qo'g'dash uchun bu narsalardan yiroq turishini tavsiya qilamiz. 4. Harom narsalarga qarash bilan vaqt zoya qilish. Naqshi muzika qatorliqlarni anglash kishining izishiga sabab bo'lganidek, haromga qarashmi kishini ozdiralaydi. Ular biz faqat ish-pushqimizni chiqarish uchun shunda qildik deyishidi. Ammo ular zodi nimalarni ko'ryotdi? Ular yonfon, kompyuter qatorliq zamonaviy uskunlar orqali kechicha, hatto kun bo'yi shahvoniy narsalarni ko'rmoqda. Qanchilgan qimmatlik vaqtlar mushundaq filmlar sababli zoya bo'lib ketdi. Agar bu nuqul holda vaqt zoya qilganlik bo'lgan taqdirdami, to'limi ig'ir ziyon hisoblanmasmidi? Acaba zoya bo'lib ketgan vaqt uchun afsuslanish va ichinish kerak emasmi?
Agar birovning rastla o'zi da'vo qilgandek bo'sh vaqti bor bo'lib, qiyg'idek ishi bo'lmasa, hamda u ishinchi vaqtlarini mushundaq film va videolarni ko'rishga sarf qilsa, undaqda uning oqibati qandoq bo'ladi? Agar birov chiroyli ayollarning yerim yalang'och rasmlarini ko'rsa yoki bir ayol yerim yalang'och erlarning rasmlarini ko'rsa, acaba bu ularning shahvatini qo'zg'amamdi? Bu ularning zina, fahisha qatorli axloqsiz ishlarni qilishiga sabab bo'lmamdi? Shunisi shaksizki, bu axloqsizlikning va zinoning yamirishiga sabab bo'ladi. Harom narsalarni anglash va ko'rishning tarab ketishi biz atrofimizda ko'rib turgan axloqsizliklarning yamrab ketishi bilan natijalandi. Biz Allah kimlarning zinodan homildor bo'lib qolganligini, qaysidir ayolning axloqsiz ishlarni qilib qo'yganligini, qaysidir erning zina qilib qo'yganligini qancha qitim angladik. Gahida bu xil chirkin, pastkash, qabih, meynat filmlarni ko'rguchilar o'zi turayotgan yerda shahvatini qondirishga amal topolmasa, o'z shahvatini qondirish uchun axloqsizlik yamrab ketgan allarga safar qiladi. Ular buzg'unchiliklar va axloqsiz xotinlar hamma yerni qoplagan, zinoning yo'llari osonlashtirilgan joylarga talpinadi. Ularning bunda qilishiga sabab bo'lgani dal ashundoq shalloq ovozlarni anglab, shundoq filmlarni ko'rganligidandir. Halbuki ular buni faqat vaqt o'tkazish uchunla qiladiganligini da'vo qilishadi. Ular o'zlarining bo'sh vaqtlarini mushundaq ishlarga sarf qilishni aram olganlik deb o'ylagan taqdirdami, bu oqibatda ularni tasavvur qilg'isiz qabih ishlarga mubtalo qiladi. Gahida ular o'zini tizginlashga amalsiz qilib, shahvatiga yengiladi-da, bu istaklari ularni buzuqchilikqa ittirdi. Darvaqa davrimizdagi insonlar nurg'un o'yin tomosha fitnalarga duch keldi. Shundaqla harom narsalarni ko'rish albatta gunohdir. Shuning bilan birga bu o'z navbatida yana vaqtni zoya qilganlikdir. Shuning o'rniga top o'ynashning ba'zi foydalari bor. Bu kishining badanini kuchlantiradi. Lekin tantarbiya musobaqalarini ko'rishga berilib ketishmi vaqt isrof qilganlikdir. Shu vajidan biz kishilarning vaqtini tejab, uni foydali ishlarga sarf qila olishi uchun bu ishlarga berilib ketishini cheklaymiz. Alhamdulillah, yuqorida Sheyx Solih al-Fawzan hafizahullohning yoshlar duch kelgan masalalar va uning islomdagi choralari risolasidan 3-bob vaqtni nabob ishlatish temasini angladinglar. Kelar qitimda 4-bob yoshlarning nachar qilmishlariga sabab bo'ladigan omillar temasini o'qiymiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.